Assalomu alaykum hammaga. 15-testning yechimlarini ko'rib chiqamiz. Birinchi savol. 15 dan 75 gacha barcha juz sonlar nechtaligini so'rayapti. Xo'p, eng katta bu oraliqdagi juz son bu 74, eng kichkinasi esa 16. Demak, 16 dan 74 gacha nechta juz son borligini topish uchun 74 dan 16 ni ayirib 2 ga bo'lamiz, chunki juz sonlar 2 ga farq qiladi va 1 ni qo'shib qo'yamiz natijasiga. Javob 30 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob A. Ikkinchi savol. 80 ta konfet bor edi, uning chorak qismi tarqatildi deyaptimi? Demak, chorak qismini topish uchun 4 ga bo'lamiz 20. 20 tasi tarqatildi desa, 80 dan 20 ni ayiramiz va 16 ta yana olib kelindi desa, 16 ni qo'shamiz, 76 bo'ladi. To'g'ri javob C. Uchinchi savol. 9 ta bola bir-biri bilan necha marta salomlashadi deyapti. Salomlashish formulasiga qaraydigan bo'lsak, n ko'paytirilgan n-1 bo'lingan 2. Mana shu formulaga n ning o'rniga 9 ni qo'yamiz, chunki 9 kishi bor. 9 ko'paytirilgan 8 bo'lingan 2. 36 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob A. To'rtinchi savol. To'rtto'rt burchakning perimetri 60 ga teng, bo'yi enidan 2 marta uzun. Bo'yi enidan 2 marta uzun bo'lgani uchun bo'yini 2x, enini x deb olamiz. Perimetr topish uchun eniga bo'yini qo'shib 2 ga ko'paytiramiz, 60 chiqishi kerak. Ushbu tenglamani yechadigan bo'lsa x teng 10, bu eniga teng. Ya'ni eni 10, bo'yi 2 marta uzun bo'lgani uchun 20 bo'ladi. 100 ni toping desa, 10 ni 20 ga ko'paytiramiz 200, to'g'ri javob A. Beshinchi savol. Mehmonxonada 1 kishilik xona narxi 60 ming so'm, 2 kishilik xona narxi 100 ming so'm. 8 kishi eng kamida necha pul to'lasa va o'sha mehmonxonadan joy sotib ola oladi deyapti. Demak, 8 kishi eng kam pul to'lash uchun 2 kishilik xonadan olamiz, iloji boricha ko'proq. Demak, 4 ta 2 kishilik xona olsak, 400 ming so'm bo'ladi va 8 kishining hammasiga joy yetarli bo'ladi. To'g'ri javob B. 6-chi savol. 3 ta ketma-ket kelgan juz sonlar yig'indisi 72 ga teng deyapti. Bilamizki, juz sonlar 2 ga farq qiladi. Shuning uchun birinchisini n, ikkinchisini n+2, keyingisini n+4 deb olamiz. Ushbu tenglamani yechib keladigan bo'lsak, n teng 22 ga teng bo'ladi. O'sha 3 ta sonning eng kichkinasini so'ragan uchun to'g'ri javob 22. Bu A javob. 7-chi savol. Quyidagi sonlardan qaysi biri 9 ga bo'linadi deb savol berilganda, 9 ga bo'linish belgisi bilamizki, raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linishi kerak. Quyidagi sonni 9405 ni raqamlar yig'indisi 9 ga bo'linadi, shuning uchun bu ham 9 ga bo'linadi deymiz. To'g'ri javob D. 8-chi savol. Ushbu misolni qulay usulda yechishimiz kerak. Ikkala ko'paytmada ham 18 bo'lgani uchun qavsni tashqariga chiqaramiz. Birinchi ko'paytmadan 27, ikkinchi ko'paytmadan 23 qoladi. 27 ga 23 ni qo'shsak 50, 50 ni 18 ga ko'paytirsak 900, to'g'ri javob A. 9-chi savol. Quyonning oyoqlari soni quloqlari sonidan 24 ta ortiq deyapti. Bilamizki, quyonni oyoqlari quloqdan 2 barobar ko'p bo'ladi. Chunki 2 ta quloq, 4 ta oyog'i bor. Demak, quloqlarni x, oyoqlarni 2x deb belgilab oladigan bo'lsak, 24 ta farq qiladi deyaptimi? Demak, 2x dan x ni ayirsak 24 ga teng bo'lishi kerak. X teng 24. Bu 24 quyonlarning quloqlari soni. Demak, quyonni o'zini sonini topishimiz uchun 2 ga bo'lamiz, chunki bitta quyonda 2 ta quloq bo'ladi. 24 ni 2 ga bo'lsak 12, to'g'ri javob C. 10-chi savol. Quyidagi sonni minglar xonasida turgan raqamni toping deyapti. Demak, bilamizki, eng oxirida turgan xona birlar, o'nlar, yuzlar, minglar. Demak, minglar xonasida 4 turgan ekan, to'g'ri javob B. 11-chi savol. Xonada 25 ta bola matematikadan, 20 ta bola ingliz tilidan va 12 ta bola ham matematika ham ingliz tilini o'rganadi deyapti. To'plam chizib olamiz. Ikkita to'plam kesishadi. Kesishgan joyi 12 ta bo'ladi, chunki matematika ham ingliz tilini ham biladigan bolalar 12 ta. Endi matematikani biladiganlar mana bu to'plamda 25 ta ekanini biladigan bo'lsak, 12 tasi bu yerda bo'ladigan bo'lsa, 13 tasi faqat matematikani o'rganadi. Ingliz tilini o'rganadiganlar 20 ta deganda, demak 12 tasi bu yerda bo'lsa, 8 tasi bu yerda bo'ladi. 8 tasi faqat ingliz tilini o'rganadiganlar. Endi 40 ta o'quvchi bor, 13 tasi faqat matematika, 12 tasi ikkala tilni ham o'rganadi, 8 tasi faqat ingliz tilini o'rganadi. 40 ta mana shularni ayirib tashlaydigan bo'lsak, 7 ta o'quvchi unisi ham, bunisini ham o'rganmaydi. To'g'ri javob B. 12-savol. Mashina 2,5 soatda 68 km bosib o'tgan, ikkinchi martada tezligini toping deyapti. Demak, tezlikni topish uchun masofani vaqtga bo'lamiz. Vaqtni oldin soatga aylantiramiz. 30 daqiqa degani bu 1/2 soatga teng. Demak, 68 ni bo'lamiz 2,2 dan 1 ga. Aralash sonni noto'g'ri kasr qilamiz. Bo'lishni ko'paytirish bilan almashtirib, ikkinchi kasrni teskari qilamiz. 68 2 ga ko'paytirsak 136 taqsim 5. Buni son ko'rinishda yozadigan bo'lsak, 27,2 km/soat. To'g'ri javob C. 13-savol. 14 hafta necha sutkaga teng deyapti. Demak, bilamizki, 1 hafta 7 kun, 14 ni 7 ga ko'paytiramiz, 98 kun bo'ladi. To'g'ri javob C. 14-savol javobi quyidagicha. Tomoni 24 ga 18 bo'lgan to'g'ri burchak shaklidagi karton qog'ozdan 3 ta, tomoni 6 ga teng bo'lgan qog'oz qirqib olingan. Qolgan sohaning yuzini topishimiz kerak. Demak, dastlab to'g'ri burchak yuzini topamiz. Buning uchun 24 ni 18 ga ko'paytiramiz. Endi o'shandan ayirib tashlaymiz. Bitta tomoni 6 ga teng bo'lgan kvadrat 36 bo'ladi yuzasi. Shunaqadan 3 ta ayirib tashlangani uchun 36 ni 3 ga ko'paytirib ayiramiz. Natija 324 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob A. 15-savol. Quyidagi yig'indini hisoblang deyapti. Sanab chiqadigan bo'lsa, 7 ta 15 bor. Qulay usulda topish uchun 15 ni 7 ga ko'paytiramiz. 105 bo'ladi. To'g'ri javob C. 16-savol. Mashina 150 km yo'lda 10 litr benzin sarflaydigan bo'lsa, 240 km
masofani bosib o'tish uchun necha litr benzin kerak bo'ladi deyapti. Dastlab 1 litr uchun qancha masofa bosib o'tishini topamiz. Buning uchun 150 ni 10 ga bo'lamiz, 15 kilometr. Demak, mashina 1 litr benzin bilan 15 kilometr masofa yursa bo'ladi. Endi 240 kilometr masofa yurish uchun necha litr kerak desa, 240 ni 15 ga bo'lamiz. To'g'ri javob 16 litr bo'ladi. C. 17-savol. Stol ustida 3 burchak va 4 burchaklar bor, jami 20 ta. Ularning burchaklari soni esa 74 ta teng bo'ladigan bo'lsa, nechta 3 burchak bor deyapti. Demak, 3 burchaklar sonini x ta deydigan bo'lsak, 4 burchaklar soni 20 ayrilgan x ta bo'ladi. Chunki jami 20 ta. Endi 3 burchakning burchaklari 3 ta bo'lgani uchun 3 karra x qilamiz. 4 burchakning burchaklari 4 ta bo'lgani uchun 4 karra 20 minus x qilamiz. Ushbu tenglamani yechib keladigan bo'lsa, x teng 6 ga bo'ladi. 3 burchakni so'raganda bizga ham x chiqdi, ya'ni 3 burchaklar soni chiqdi. To'g'ri javob A, ya'ni 6 ta 3 burchak bor. 18. 18 dan 90 gacha nechta juft son bor deyapti. Yuqorida aytganimizdek, demak 90 dan 18 ni ayiramiz, 2 ga bo'lamiz, chunki juft sonlar ikkita farq qiladi va 1 ni qo'shib qo'yamiz. Natija 37 ga teng bo'ladi. To'g'ri javob B. 19-savol. Olma 10 kilogramm xarid qilindi. Nok esa olmaga qaraganda 3 kilogramm kamroq, ya'ni 7 kilogramm bo'ladi. Banan esa nokka qaraganda 2 kilogramm kamroq, ya'ni banan 5 kilogramm bo'ladi. Jami necha kilogramm meva xarid qilindi deydigan bo'lsa, 17 5 ni qo'shadigan bo'lsak 22 kilogramm bo'ladi. To'g'ri javob B. 20-savol. N qo'shilgan 35, N ayrilgan 10. Ikkalasini taqqoslashimiz kerak. Har qanday natural songa 35 ni qo'shganimizda 10 ni ayirganimizdan ko'ra kattaroq natija chiqadi. Demak, to'g'ri javob A bo'ladi.